2022 yılı 9. ayının 9. günü Uyghur Axbarat Merkezi'ne kelgan uçurda bildirilişçe, yaqinqi yillardan beri tutulup türmege solangan Uyg'urlarning ustida o'xshamagan miqdorda qarzlar mavjud bo'lib, buni hatto mahbus bo'lgan Uyg'urlar va ularning oila tavobatlarini bilmaydi ekan. Faqat o'z ilkidagi uy yoki muqim mulkini sotmoqchi bo'lgan kishilar turmadagi oila boshlig'ining imzosini olish uchun borganda, mahbuslarning Xitoy hukumatiga qanchalik qarz ekanligi ma'lum bo'ldi ekan. Bu qarzlarni mahbus chiqqanda to'laydigan yoki uy mulki setilsa tutib qilindi ekan. Agar mahbus o'lsa, uning qarzi shuning bilan tugaydi degan belgilama bor ekan. 2022 yılı 9. ayının 11. günü Uyghur Axbarat Merkezi'ne kelgan uçurda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi TikTok va boshqa ijtimoiy taratqularda qo'ljadagi ocharchilik munosabatli uçur tarqatganlarni uy besib tutishga boshlagan bo'lib, harbiy soqchilar qurolli uylarga besib kirib odam tutgan yoki otgan. Xitoyning Uyg'urlarning ocharchilikqa norozilik bildirib ko'chaga chiqqanligini sen hisoblab qattiq bostirishni boshlaganligi ma'lum. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur Axbarat Markazining Abdul xabarlar programmasiga xush keldinglar. Ekran orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xabar telektorining 7-sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyning Kanberrada turishliq bosh elchisi Shao Chen bu hafta ABC kanalining programmasida qatnashib, Xitoyning kelgusida Tayvanni tinch usulda qaytarib kelishni xohlaydiganligini, ammo tinch bo'lmagan vositalarni ishlatish huquqini saqlab qolganligini aytgan. Muxbir Sara Fergusonning bu keng ko'lamli harbiy tajovuzchilikdan derak beramdi degan savoliga Shao Chen, "Men tajovuzchilik degan so'zni ishlatmayman. Chunki Tayvan Xitoyning bir qismi. Tajovuzchilik faqat davlatlararo bo'ladi. Shu vajidan zarur tepilganda biz barliq zarur vositalarni ishlatishga tayyormiz. Barliq zarur vositalarning nimadan derak berdiganligi to'g'risida tasavvuringlarni ishlatib ko'rsanglar bo'ldi" deb javob bergan. Al Jazeera to'g'rining 9-sentabrdagi xabariga ko'ra, Avstraliyalik diplomat Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi İcraiya İşxanasının siyasetki mas'ul sobiq muavin baş katibi Volker Türk, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres tarafidan 31 avgust günü vazifasidan ayrilgan Michelle Bachelet'ning o'rniga Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissarligiga nomzodlik ko'rsatilib, umumiy kengashining ovoz berishiga sunilgan. Hamda Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashi 8-sentabr bilan tashlab, Volker Türk'ni Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashining oliy komissarligiga tayinlagan. Egilinishcha Bachelet vazifasidan ayrilishdan 10 minut burun e'lon qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Uyg'urlar haqidagi dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni xohlagancha va kamsitish xarakterli tutib turishning insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkinligi o'tirib qo'yilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'ning tekshirish mexanizmi ta'sis qilishi talab qilingan bo'lib, Volker Türk vazifaga o'tirgandan keyin duch kelgan eng jiddiy masala mazkur dokladning ko'rsatmalariga amal qilmaslik bo'ldi. Reuters agentlik to'g'rining 9-sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklar to'g'risida uzundan buyon saqlangan doklad e'lon qilingandan keyin, Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Janvadagi bosh shtabida turishliq elchisi Chen Shu shu kuni Xitoy hukumatining Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq ishxonasi bilan hamkorlashmaydiganligini bildirgan. U muxbirlarga mazkur ishxona atalmish baholash dokladini e'lon qilish orqali hamkorlikning darvozasini taqidi degan va 31 avgust e'lon qilingan dokladni qonunsiz va inovatsiz degan. Mazkur doklad kelarabda ichildigan Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashi yig'inida muzokara qilinishi mumkin bo'lib, Chen Shu shu yig'inda Xitoy qartilgan har qanday tadbirga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. The Print to'g'rining 10-sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerikadagi Erkinlik saroyi nomli aqllarning biri 8-sentabr kuni Beijingning yer shari taratqular ko'rsatayotgan ta'siri, hokim mutlaq kengaymichilik va demokratik bardamning kuchi nomli yangi dokladni e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha 2019 yildan 2021 yilgacha Xitoy o'zining dunyoning har qaysi joylaridagi axborot vositalariga bo'lgan ta'sirini asrlab kuchaytirib, Xitoy haqidagi har qanday tanqidiy fikrlarni jimixtirishga uringan. Mazkur doklad Erkinlik saroyining Xitoy ishlar tadqiqoti direktori Sara Kokning boshchiligida tayyorlangan bo'lib, dokladda Xitoy hukumatining maxfiy shaklda majburlash taktikasini qo'llash orqali demokratik davlatlardagi axborot kanallariga ta'sir ko'rsatish salmoqini kuchaytirayotganligi ko'rsatilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy boshqa davlatlarning axborot vositalariga ta'sir ko'rsatish uchun yerlik axborot organlarini Xitoy haqida yozilgan mazmunlar bilan ta'minlash, ijtimoiy taratqularda Xitoyga moyil sadolarni kuchaytirish, chet ellardagi Xitoycha uchur va mazmun tarqatish usullarini kontrol qilish, hatto muxbirlarga va axborot organlariga har xil shaklda tahdid silish qatorliq ko'p xil usullarni qo'llangan. New York vaqti gazetorining 11-sentabrdagi xabariga ko'ra, bu yil yozda o'z yurtidagi Xitoy virusidan ansirashgan Xitoy sayohatchilar bepoyon Sharq Turkiston ziminiga bas-bas sayohatga kelishgan. Navbatda G'ulja, Urumchi qatorliq shaharlar haftalachida o'rnashgan kishini qattiq qiynaydigan Xitoy virus vabosiga qarshi qamal ostida turmoqda.
Aholilar yemeklik va dorilarning, hatto ayollarning odat qog'ozining qisliq sababidan yordam talab qilmoqda. Masalan, 600 ming aholisi bor G'o'lji shahridagilar shundaqla Urumchi shahrining ko'p qismi 8-oyning 5-dan boshlab uydan chiqmaslikqa buyurilgan bo'lib, kishilar oziq-tulik ta'minotida mahalla komitetlarga tayinishga majbur bo'lgan. Va aloqador xodimlar yemak-ichmakni vaqtida yetkazib bermagachga, ushoq bola-chaqalarni o'z ichiga olgan bir oila kishilarning ochliq azobi tortayotganligi. Hatto kunlik ishlab pul topadigan ba'zi oilalarning intayin qimmat bahoda setib berilayotgan yemeklarni setib olishga qurbi yetmay osh qilayotganligi mazmun qilingan videolar ijtimoiy aloqa vositalarida ko'plab tarqalmoqda. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.